Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli denoliklar va shahrimiz mehmonlari. Bugun sana 2026-yil 20-fevral sanasi Ramazon oyida juma kunida turibmiz. Xo'p, bugun mana bu Denov shahrimizda, ya'ni madrasamiz, Qo'rg'on va boshqa joylarda o'zgarishlar bo'yicha yangi loyiha chiqqan ekan, shuni sizlarga tanishtirib o'taman. Denov shahar Said Otaliq madrasasi hamda Mustaqillik ko'chasi va ichki ko'chalar bo'yicha uy-joy, sanoat, suv qurilish loyihasi tomonidan qadimiy asrlarni aks etadigan loyiha qilingan ekan. Bu loyiha 6 oy ichida qilinib bo'lishi kerak degan gap bor. Endi aniq rasmiy gap emas. Tanishib o'tamiz. Birinchi o'rinda tepadan ko'rinish ko'ramiz. Nimalar o'zgarishlar bo'ladi? Mana ko'rib turganingiz madrasa. Mana bu Qo'rg'on, ya'ni Denov qal'asi. Ma'lumotlari bor, hammasi ko'rsatilgan. Umumiy ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana qizil chiziqlar bor. Keyin mana bunaqa sariqga olingan joylar bor. Bular o'zgarishlar bo'lar ekan. Loyihalari tayyor va tezda bu narsalar ish jarayoni boshlangan uchun. Hop, birinchi o'rinda mana madrasani oldi qismi 1 o'zgaradi. Bu mana bu stoyanka. Mana bu ko'rib turganingiz mana shu yer Bobur mahallasi mahalla idorasi. Mana bu Chorsu. Endi mana bu tarafdan ko'ramiz. Madrasani yonboshi Denov market, hamma biladigan. Mana bu O'zbekiston ko'chaga kirish. Yana mana raqamlangan. Hech qaysi zdaniyalar, ya'ni binolar buzib yo'lga olinmaydi katta ehtimol bilan, ya'ni 90% desa ham bo'ladi. Endi ko'p joylarda snos bo'lib buzib tashlanadi-ku, yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bu boshqacha variant bo'lyapti. O'sha holatida o'sha yangi loyiha bo'yicha qaytadan remont qilinadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana Qo'rg'onga, qal'aga qarab ketish yo'li. Mana bu qal'a. Mana shunaqa loyiha berilgan. Mana bu qarang, mahallani ichi qizil bilan belgilangan. Bu buziladigan emas, ya'ni o'zgarishlar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana O'zbekiston ko'chadan kirilgan. Mana pastga tushiladi. Pastga tushgandan keyin mana bu yurib, keyin mana bu tarafdan Xo'jaguzardan kirib, qal'ani oldiga qarab chiqib kelgan, ya'ni mana bu Sneger stadionigacha. Endi loyihada qanaqa bo'lishi kerak ko'rsatilgan. Endi bir boshdan ko'rib o'tamiz. Ikkita variant qilgan. Mana bu madrasani ko'rinishi oldi. Pastlar mana bruschatka, yashil zona, mana bu o'z holida qolgan. Madrasa ham chiroyli holatda turibdi va do'konlar ishlab turibdi holatida qilingan. Mana hammasi ishlab turibdi. Keyingi variant bitta mana bu naveslar yo'q. Keyin mana eng qiziq joylariga kelyapmiz. Mana bu ko'rib turganingiz mahalla idorasi. Keyin bu yerda yana bekat, mana ko'rib, Optim parfumeriya deb yozilgan mana shu binolar. Hozirgi holati. Endi keyin bo'lishi kerak bo'lgan holati mana bu. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana shunaqa 2 qavatlik, mana shunday qadimiy dizaynda bo'ladi. O'rta stoyanka bo'lib qolaveradi. Mana ko'rdingiz. Mana bu taraf ham xuddi shunday. Mana bu yerda mana shu xona bor. Ya'ni buzib tashlanmaydi. Maqsad o'sha 2 etajli qilib o'sha aytilgan loyihada qilinar ekan.
Endi pastki buni ko'ramiz. Mana bu madrasani yonidagi joy. O'zi bu уже buzildi, o'rniga qurilyapti. Ya'ni xuddi mana bunaqa narsa bo'lar ekan. Shunaqa chiroylikgina qilib qilinar ekan, qadimiy qilib. Mana bu tarafdan ham ko'rishingiz mumkin. Mana chiroyli bo'lib turibdi Deno market yoni. Endi mana bu tarafdan ham ko'ramiz. Deno market mana bu binolarni ko'ryapsiz. Endi kelajakda bo'lish kerak bo'lgan mana shunaqa ikkita tarafdan bo'lar ekan. Orqadagi bino ham qoladi. Faqat aytilganday qilib remont bo'lar ekan, qilinadi. Keyin bu taniganlar bo'lsa, mana stalovoy bor edi bu yerda. Hozir ham bor. Endi kelajakdagi bo'ladigan holat xuddi shu stalovoy qoladi, faqat ko'rinishi, dizayni o'zgaradi. Keyingiga o'tamiz. Mana qarang, Chag'anyon deb ko'rsatilgan. Mana shunaqa bino bo'lish kerak. Qayer? Mana bu yer xuddi shunaqa bo'lish kerak ekan. Mana shu bino mana bunaqa holatga kelinadi. Loyiha bo'yicha. Keyin mana bu O'zbekiston ko'chaga kirish qismi. Mana ko'ryapsiz. Endi loyiha bo'yicha xuddi mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni yerlar bruschatka bo'ladi. Hech qanaqa asfalt bo'lmaydi. Mana shunaqa bruschatka bo'ladi. Yana bir qiziq holat, e'tibor qilgan bo'lsangiz, hech qayerda stalba yo'q. Ya'ni simlar yer ostidan o'tadi deyishyapti. Yana ham o'sha chiroyli bo'lib turadi. Mana shunaqa holat bo'lar ekan O'zbekiston ko'chaga kirish yo'li. Keyin mana bu do'konni ham taniganlar bo'lsa, hozirgi holati va O'zbekiston ko'chani chap qo'li, chap tarafi, ya'ni mana bunaqa chiroylikgina bo'lar ekan. 2 qavatlik. Keyingisi pastga tushamiz. Xuddi uni yoni, chap tarafdagi qismi. Mana bu shahar dorixonasini oldi. Mana shu yer mana bunaqa holatda bo'ladi. Keyingisini ko'ramiz. Bu shu eski shahar katta aptekasi deyiladi. Dorixona binosi endi mana bunaqa holatda kelar ekan ko'rinishga. Yaxshi. Uni yonidagi mana bunaqa milliy taomlar stalovoy bor edi. Mana bunaqa bir qavatli oshxona bo'ladi. Ya'ni hamma bino o'zini holatida ish faoliyatida turadi, faqatgina tashqi ko'rinishi o'zgaradi. Ya'ni buzib tashlanmaydi-da, eng muhimi. Keyingisi mana bu shuni davomi ketyapti. Bunaqa bo'ladi. Bu o'rtaga kirish, bu burchak 2 qavatli, bu mana bu 1 qavatli staloq. Pastga tushamiz. Bu mana bunaqa bo'ladi. Pastga qarab ketaveramiz. Endi davom etaveradi toki Qo'rg'ondan oldigacha loyihalar shunday ekan. Mana bu ikkalasi. Hozirgi holati endi bo'lishi kerak bo'lgan mana 2 qavatli bo'lar ekan. Endi buni kim qiladi degan savolga taxminan o'sha tadbirkorlar, o'sha binoning egalari, noturardi egalari o'sha joyini o'ziga beriladi, o'zlari qurib oladi. Endi mana eng muhim joylarida mana Qo'rg'onga kirish, ya'ni Xo'jaguzarga ketish yo'li mana.
qo'rg'onga emas, Xo'jaguzarga kiradigan yo'lak xuddi mana bunaqa bo'lar ekan. Keyingisi bu qo'rg'onga ketish yo'lidagi mana suv optim sotadigan do'kon bo'lishi kerak mana bunaqa holatda. Mana bular bu holatda bo'ladi. Mana bu esa bunday holatga keladi. Yana ko'ramiz. Eski holati va bu yangi holati. Endi qo'rg'on bu hozirgi holati. Ya'ni qal'a, Denov qal'asi. Endi bunda ikki xil variant berilgan. Bittasi mana bunday variant, ikkinchisi mana bunaqa variant. Endi ichiga do'konlari ham bor. Endi bu loyihada shunaqa ko'rsatilgan. Hammaga qiziq, mana dumaloq emas-ku, bizda qo'rg'on mana cho'kib ketgan joyi bor-ku degan savol bo'ladi. Endi uni men ham javobini bilmadim. To'ldiriladimi deyiladigan savolga menimcha to'ldirilmasa kerak, chunki o'sha holatida shunaqa qo'yilsa kerak. O'zini tarixiy holatida. Keyin mana bu ko'chalar bor, mana qizil liniyada turibdi. Keyin mana mahallaning ichi bor. Ularni hali aniq bilmadim nima bo'ladi, lekin namunalar qilingan. Ko'chaning ichidagi uylar fasadi qanaqa bo'lishi kerak. Mana shunaqa loy-shuvoq yoki mana bunaqa taxtali bo'lishi mumkin. Mana shunaqa ko'chalar bo'ladi. Yerlar albatta hammasi toshlik bo'ladi. Asfalt bo'lmaydi deyishyapti. Mana ariqda ham, o'rtadagi ariqda ham ko'rayotgan bo'lsalaringiz kerak. Bu Xo'jaguzarning yo'llari. Ya'ni mana shunaqa loy-shuvoqli bo'ladi. Ko'p shunaqa bo'lgan, endi har xil tarixiy ko'rinishda bo'ladi. Keyin svetlar mana bunaqa holatda ko'rinadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, hech qanaqa talba yo'q. Keyin mana yerlar burchakka bo'ladi. Mana bunaqa stil xonadonlar mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyin tanlov bo'ladi. Xohlang g'ishlik qiling, xohlang mana bunaqa loy-shuvoq. Shunaqa yangiliklar. Agar yana qo'shimcha ma'lumot chiqsa, yana ko'rsatib video qilaman.